ishlatsa bo'ladimi, ishlatilgan qilib bera olasizmi deb berib ketgan ekan. Cho'tkib beramiz. Qo'lda dog'i bor ekan. Olib qoladi. Qo'ygan tomonini tikkanni bitta obzorini ko'rsatib beramiz. Ko'ryapsizlar, qanaqa ideal chiqqan. Bir dona yoki ninaning uchida puzroki ham yo'q, cho'tki bo'lgan. Hozir buni o'zini korpusiga yig'amiz, yiqqanimizda ham zavodda qanday chiqqan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib ideal qilib beramiz. 100% original oyna qo'yildi. Bizda har doim originali bo'ladi. Ekranimizda bitta tochka dog' bor edi. Dog'ini joyi shundoq o'zida turibdi. Na katta, na kichik bo'lgani, qanday bo'lsa shu holatda qoldi. Lekin e'tiborni ham chetlariga beramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsa, juda ham qolibdek bo'lgan. 100%.